Bu film o'zini rohiba qilib ko'rsatgan ayolning o'quvchisiga bo'lgan telba muhabbati va uni qo'lga kiritish uchun qilgan jirkanch ishlarini ko'rsatadi. Bugun Alisher Movie kanalida shu dahshatli filmni birgalikda ko'rib chiqamiz. Filmning nomi Yomon opa. Film boshida Jeyson ismli yigitni ko'ramiz. U maktab o'quvchisi bo'lishiga qaramay internetda mashhur musiqachi sifatida tanilgan. Yozgi ta'tildan keyin Jeyson ota-onasi va singlisi Zoy bilan maktabga qaytadi. Zoyning xonadoshi Sara esa yashirincha Jeysonga oshiq. Jeysonning ota-onasi esa o'g'lining musiqaga berilib ketganini yoqtirmaydi, uni faqat o'qishga majbur qilishmoqchi. Maktab darvozasida ular bilan rohiba Rebekka uchrashadi va ota-onasiga farzandingizga yaxshi qarayman deb va'da beradi. Shundan so'ng Rebekka yangi o'qituvchi rohiba Safiyani kutib oladi. Bugun uning birinchi ish kuni. Rebekka unga maktab qoidalarini tushuntiradi. Bu yerda o'qituvchilar bo'yanish qilmaydi deydi. Safiya esa darhol lab bo'yog'ini artadi. Rebekka u bilan birga maktab bo'ylab sayr qiladi. Ular yo'lda Jeysonga duch kelishadi. Rebekka esa uni tanishtiradi va tushuntiradi. U yaqinda mast holatda otasining mashinasini urib tashlagan. Shuning uchun otasi undan g'azabda. Ammo kechqurun Safiya xonasiga kirib notebookni ochadi va Jeysonning rasm va videolarini tomosha qiladi. U allaqachon Jeysonni ilgari taniganini ko'rsatadi. U ekranga yaqinlashib uni o'padi. Shundan bilamizki, bu ayolning Jeysonga bo'lgan hissi oddiy emas. Ertasi kuni Safiya birinchi darsini boshlaydi. U sinfga kirganda Jeyson bilan Sara gaplashayotganini ko'radi. Bundan g'azablanib esa Sarani oldingi partaga o'tkazadi. Zoy esa bu yangi o'qituvchining xatti-harakatlarini g'alati deb biladi. Chunki katolik maktablarda hech kim bunday keskin muomala qilmaydi. Safiya darsni boshlamoqchi bo'lganda Zoy unga avval ibodat qilaylik deydi. Safiya esa ibodatni o'zi boshlamay, balki Zoyga topshiradi. Zoy ibodat qilayotganda Safiya jim turadi. Zoy esa bundan yana shubhalanadi. Darsdan keyin Safiya Jeysonga yaqinlashib, "Sara sevgilingmi?" deb so'raydi. Jeyson "Yo'q" deb javob beradi. Safiya bundan xursand. Ammo ertasi kuni ularning yaqin munosabatini ko'radi. G'azabdan portlab Saraga baqirib tashlaydi. Sara esa "Otam bu maktabni moliyalashtirdi" deydi. Safiya esa buni e'tiborga olmay, endi Jeysonga yaqinlashmasligini aytadi. O'sha kuni u Jeysonga "Kechqurun meni xonamga kel" deydi. Jeyson kelganda eshik yarim ochiq, ichkarida Safiya oyoqlariga krem surtib qasddan jozibali harakatlar qiladi. Bu sahna uning niyatini yaqqol ko'rsatadi. Ertasi kuni Safiya nega kelmaganligini so'raydi. Jeyson esa beparvolikcha unutganini aytadi. Oradan bir hafta o'tib, ota-onasi ularni dam olish kuniga uyga olib ketadi. Safiya esa xolasi kasalligini bahona qilib, ularning orqasida ergashadi. Uyda Jeyson otasiga bir yil tanaffus olib, musiqaga jiddiy kirishmoqchi ekanligini aytadi. Otasi esa keskin rad etadi. Ular janjallashishadi. Jeyson tashqariga chiqib qo'shiq ayta boshlaydi. Shu paytda Safiya yashirincha uning uyiga keladi. Uni deraza ortidan kuzatadi. Unga qattiq bog'lanib qolgan, ammo Jeyson Saradan xabar oladi. Bu esa Safiyani yana rashkini keltiradi. Kechga borib Safiya yana bir ishni boshlaydi. U Saraga giyohvand modda bilan tuhmat qiladi, kitobiga giyohvand moddalar soladi. Ertalab u kitobni ochtirib Sarani hammani oldida uyaltiradi. Sara aybsiz bo'lsa ham maktabdan chetlatiladi. Safiya keyin o'g'li bolalar yotoqxonasini ham tekshirish kerakligini aytadi. Tekshiruvda Jeysonning yostig'i ostidan aroq shishasi chiqadi. Buni ham Safiya qo'ygan. Jeyson "Bu meniki emas, meni otam o'ldiradi" deb iltimos qiladi. Safiya esa "Senga yordam beraman, lekin jazoni o'taysan" deydi. Jazo esa rohibalarning ishini bir hafta qilish. Endi u Jeysonga tobora yaqinlashadi. Zoy esa buni sezib, uning g'alati harakatlaridan shubhalanadi. Kechqurun Safiya Jeysonning xonasiga yashirincha kirib, u uxlayotgan paytda u bilan aloqa qilmoqchi bo'ladi. Jeyson esa uyg'onib, bu noto'g'riligini aytadi, ammo Safiya uni yo'ldan ozdiradi. Ertasi kuni Jeyson vijdonan qiynaladi. Cherkovga borib, "Men katta gunoh qildim" deb tan oladi. Ammo ruhoniy o'rnida yana Safiya. U uni yana yo'ldan ozdiradi. Bir hafta o'tib Jeyson uyga qaytadi. Sara uni kechki ziyofatga taklif qiladi. Shu payt Safiya bilib qoladi va yana orqasidan boradi. Ziyofatda Jeyson ichadi, Sara bilan aloqada bo'ladi, lekin birdan Safiyani eslaydi va chiqib ketadi. Politsiya uni to'xtatadi, lekin Safiya "Men uni taniyman, ruhiy holati yomon" deb olib chiqadi. Jeyson "Meni olib ket" deydi. Ular mehmonxonaga borishadi. Jeyson u yerda unga "Bu munosabat tugasin, bu gunoh" deydi. Safiya esa yig'lab "Biz bir-birimiz uchun yaratilganmiz" deydi. Ammo Jeyson yana chiqib ketadi. Ertasi kuni otasi uni topadi, kechiradi va uyga olib ketadi. Ammo Zoy Safiyaning mashinasini maktabda ko'rib raqamini tekshiradi. U aslida Safiyaning o'z nomida ekanini biladi. Shu bilan hammasi aniq. Jeyson xonasiga qaytganda Safiyani hushidan ketgan holatda topadi. Ammo bu ham yolg'on. U uni fosh qilmoqchi bo'ladi, lekin Safiya "Sen rohiba bilan yotganingni hammaga aytaman" deb shantaj qiladi. Jeyson jim qoladi. Keyin esa Safiya butunlay aqldan ozadi.
u Sarani hammomda o'ldirib, keyin bu tasodif deb ko'rsatadi. Zoe jasadni topib qichqiradi. Politsiya keladi, lekin Safiya o'zini begunoh ko'rsatadi. Jeyson esa unga senga ishonmayman deydi. Safiya esa javob beradi. Hech kim ishonmaydi. Sen rohiba bilan yotding. Va telefonidan ularning yashirincha olingan videosini ko'rsatadi. Jeyson esa yana jim. Kechqurun Safiya Jeysonning uyiga kelib, ota-onasiga o'zini tanishtiradi. Otasi unga mehr bilan qarab, hatto kechki ovqatga ham taklif qiladi. Zoe esa yanada shubhalanadi. Shu payt Rebekka tekshiruv olib borayotgan Safiyaning xolasi hech qachon bo'lmaganligini bilib oladi. Shundan keyin Rebekka Safiyani xonasiga chaqiradi va u kelgandan beri bu maktabda faqat falokat bo'ldi. Endi hammasini rahbariyatga aytishini aytadi. Safiya uni lampochka bilan urib hushidan ketkazadi. Shu payt aka-ukalar uning xonasiga kirib haqiqiy dalillarni topadi. 2 notebook, bittasi asl, bittasi esa soxta. Unda Jeysonning suratlari va o'ldirilgan rohibaning ma'lumotlari bor edi. Ular buni ko'rib dahshatga tushishadi. Safiya ularni ko'rib qoladi va sen yozgan barcha qo'shiqlar aslida men uchun deb qichqiradi. U Zoe'ga hujum qiladi. Jeyson esa uni to'xtatmoqchi bo'ladi, ammo u ham jarohat oladi. Safiya Zoe'ni urmoqchi bo'lganda Rebekka yetib keladi. Jangda Safiya qochmoqchi bo'ladi, lekin Jeyson uni ushlab orqasida atverka bilan o'ldiradi. Film oxirida bitiruv marosimi. Aka-ukalarni otasi tabriklaydi. Zoe'ga onasining mashinasini sovg'a qiladi, Jeysonga esa yangi gitara. Shunday qilib, bu dahshatli hikoya nihoyasiga yetadi. Safiyaning telba muhabbat va jinoyatlariga yakun yasaladi. Siz Alisher Movie kanalida bo'ldingiz. Obuna bo'ling va izohlarda keyingi filmlarni yozib qoldiring. Rahmat.